tamponglashtirish masalasiga duch keldi. Chunki hozir Prezident Trump hukumatining endi savdoni tamponglashtirish, adolatsiz savdo qilish, qarshi turish, prinsip bilan savdo qilish, eg'ir yeniki, sana eg'ir ketmesin, mana yenik, mana eg'ir ketmesin, sana yenik. Foyda tang manfaat yetkazish degan shior ostida hozir Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezident Trumpning hukumati savdoni tamponglashtirish masalasiga duch kelgan ekan. Jungo bilan Amerika o'rtasida hozir Jungo mushu holda Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoning savdo ishlarini tekshirishni yo'lga qo'yishini qabul qilishga majbur bo'ldi. Bugun faqat chet el banklarini Jungoning qiyin ahvolda qolgan bankalarga yordam qilishga chaqirib kelishdan boshqa Jungo iqtisodni erkinlashtirish degan nimalarga hargiz qiziqmaydi. Jungo qiyin ahvolda qolgan Jungo banklarini qutuldirish va bunga yordam qilish uchun chet el banklarini chaqirib kelishdan boshqa Jungo iqtisodini erkinlashtirish degan gaplarga qiziqmaydi. Prezident Trump hukumat amaldorlari Jungoning iqtisodiy qurilmasini o'zgartmaymiz deyotgan bo'lsa-mu? Diqqat vatandoshim, mana o'tganda so'zlagan so'zlarimiz bu yerdan chiqdi. Jungoning Prezident Trump hukumati amaldorlari Jungoning iqtisodiy qurilmasini o'zgartmaymiz deyotgan bo'lsa-mu? Lekin reallik shuki, sen Jungodan nima talab qilasan? Hozir Jungo Amerika o'rtasida bo'layotgan savdoda Prezident Trump hukumati ta'kidlayotgan nuqta, biz Jungoning iqtisodiy qurilmasini o'zgartmaymizlar. Lekin amaliyotda bu yerda yozib maqolasi nima deydi? Lekin sen Jungodan nima talab qilasan? Lekin ularning, ya'ni Amerikaliklarning qattiq talab qilayotgani ojizlashayotgan Jungo iqtisodidan talab qilayotgan narsalar. Oxirgi jumlaga diqqat qiling do'stim. Lekin ularning, ya'ni Amerikaliklarning qattiq talab qilayotgani ojizlashayotgan Jungoning iqtisodidan talab qilayotgan narsalar. Demak, Jungoning bugungi ahvoli, iqtisodiy ahvoli mana mushu yerda degan gap. Mushunda ahvol ostida shininglar 18-kuni Amerikada o'tkazilgan ikki davlat savdo suhbatining natijalarini xilma-xil bog'lashlar o'tirg'i chiqyotdi. Lekin gapning meg'izi nima, hurmatli vatandoshim, qarang. Lekin ularning, ya'ni Amerikaliklarning qattiq talab qilayotgani ojizlashayotgan Jungoning iqtisodidan talab qilayotgan narsalar. Endi kelaylik yana bir mavzuga. Prezident Trump bilan Kim Jong-un suhbati balki 6-oyda o'tkazilmaydi dedi mavzuli xabar. 5-oyning 22-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti 5-oyning 22-kuni mundaq ko'rsatdi. Mening Chavshanning rahbari Kim Jong-un bilan o'tkazilgan yuqori darajali suhbatim balki 6-oyda o'tkazilmaydi. 6-oyning 12-kuni Singapurni belgilagan qo'l. Prezident Trumpning bu so'zi Oqsaroyda Koreyaning prezidenti Moon Jae-inni kutib olgan chog'da so'zlandi. Prezident Trump bilan Kim Jong-unning yuqori darajaliklar suhbati 6-oyda Singapurda o'tkaziladi deyilgan. Lekin kishilar bu suhbatning o'tkazilishidan izchil gumon qilib kelgan. Koreyaning prezidenti Moon Jae-inning davlat bexatarligi ishxonasining boshlig'i Jang Yerong Washingtonga uchib ketayotgan aeroplanda mundaq dedi. Amerika Chavshan yuqori darajaliklar suhbatining o'z vaqtida ochilish fursatiga 99.9% ishonamiz. Lekin u yana mundaq dedi, biz yana boshqa o'xshash bo'lmaydigan mumkinliklarga ham tayyorlanib qo'yishimiz lozim. Chavshan o'tgan hafta Koreya bilan o'tkazilgan yuqori darajaliklar suhbatini tuyuqsiz bekor qilib, endi Prezident Trump bilan o'tkazilgan suhbatdan chekinib chiqish mumkin deb tahdid soldi. Chavshan Amerikaning o'z oldiga yakka holda Chavshanning yadro qurollaridan voz kechishini talab qilishini aybladi. Keyin Prezident Trump va Oqsaroyning amaldorlari Liviya andizesi
yani Liviya şekli. De çıng turup, Çavuşan yadro kurallarını bir taraf kılış deydiğen fikirlerini inkar kılgan bolsa mı? Lekin Çavuşan yadro kurallarından vazgeçiş gerek degen mesele de çıng turdu. Ve Çavuşan şunda kılsalar köp paydaga erişidi dep ta'kidledi. Yana bir mavzu. Jungo Amerika savdo söhbeti ikki taraf o'xshashli, nima o'xshashli g'alaba qilgan söhbet emas. Balki bir tarafli g'alaba qilgan söhbet mavzuli xabar 5-ayning 23 kuni Fransiya xalqaro radio stansiyasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. 2 kun davomlashgan Amerika Jungo savdo söhbeti 18-kuni Washingtonda oxirlashdi. İki taraf bir parça bayanat e'lon qildi. Bayanat bek oddiy bo'lib tafsilotlar so'zlanmagancha Jungo matbuotlarining sharhlashiga makon qoldirildi. Hamma odam bir og'izdan Amerika Jungo o'xshashli g'alaba qildi deb atashdi. Jungo da hamma odam shunday atashdi. Ameliyatda bu bir parça bayanat gerçi adli bolsa mı, meyli qaysi tarafdan qaramayli, söhbet jarayonida Jungo murassaga keldi. Fransiya Xalqaro radio agentligi da'vatidagi, radio stansiyasi da'vatidagi Jungo murassaga keldi. Deyishki bo'ladiki, Jungoning qaysi jihatda yengib olganligini ko'rgili bo'lmaydi. Bayanatda Amerika'nın yezigilik mahsulotlarini ve Amerika'nın energiya eksport qilishni ko'paytirish, tayyor mahsulotlar ve mulozimat savdosini kengaytirish bayanat deyilgan gaplar. Aqliy mulk huquqiga e'tibor berish deganlarning hammasi Amerika bilan Jungo savdo talash tortishida Jungo uzundan beri Amerika bilan tengsiz savdo qilib kelgachga Jungo bu masalalarni hal qilish kerak deb ko'rsatib kelavatkan meseleler. Jungo muşlar hal qilish kerak deb uzundan bir Amerika ko'rsatib kelavatkan meseleler. Gerçi bayanat ikki taraf degan bu so'zning ifodligini bir xil teng darajalik suhbat qilgandek ko'rinsizmi? Lekin Amerikada bu mesele mavjud emas. Diqqati, Amerikada Jungo bilan Amerika suhbat o'taganda bir teng darajalik suhbat mavjud emas. Mesele butunlay shu yerdiki, bu meselelerni hal qilishning birdan bir yo'li Jungoning murassaga kelishi. Aniqlik şeylerde sözüldü ko uyur turup, yoki yukunib o'ltirib degandek. Bu yer nima deydi? Birdan bir yo'l shu ediki, Jungo murassaga kelish kerak edi. Jungoning suhbat vakili 2 qatimliq Amerika Jungo savdo suhbatida Amerikaning talablari bo'yicha murassaga yo'l qo'ygandalar, ondan yuqori qadar bayonot o'tirg'i chiqadi. Demek bayanat o'tirg'i chiqdi, Amerika talab qo'ydi, Jungo Amerikaning talablariga yoki murassa madaraga ma'qul dedi. Diqqat vatandosh. Bu xil murassaga kelish Jungo matbuotlari Jungoning suhbat vakili Liuxani ogohlantirib, tengsiz shartnomalarni ko'tarib Jungoga qaytib kelguchi bo'lma. Demek Jungo matbuotlari Liuxi Jungoning savdo vakili Liuxi Amerika kelishdan burun ogohlantirib nima dedi? Tengsiz shartnomalarga imzo qo'yib, tengsiz shartnomalarni ko'tarib Jungoga qaytib kelma deb ogohlantirish bergan edi deydi Fransiya radio stansiyasi. Ondan oxiri Jungo murassa keldi. Yani demakchi bo'lgani haqiqatan tengsiz shartnomalarni ko'tarib qaytdi. Bu yer tengsiz shartnoma yo'q. Amerikada birla adil prinsip hozir deyotgan prinsip savdoda adil bo'laylik. Bir-birimizga ziyon solmaylik. Bu yerda qandaqdir? Aniqadek tengsiz shartnoma degan gap chiqmaydi. Biroq Fransiya radiosi bilan Jungo matbuotlari ana shunday selishtiribdi. Bayonotda ko'rsatilgan barliq bayon jumlalardan 5'idagi bir jumlaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Bayonotdagi barliq bayon jumlalarni 5'idagi bir jumlaga yig'inchoqlashga bo'ladi. Unumli tadbir qo'llanib Jungo Amerika o'tiri savdo qizil raqamini azaytirish jihatda o'rtaq tanishib keldi. Demak, maqsad hammani yig'ib kelsang, Amerika Jungo o'tirish qizil raqamni tugutish degan jumlaga yig'inchoqlangan. Amerika Jungo 2 qatimliq savdo suhbati, savdo urushi krizisi yetib kelishdan burun hal bo'ldi. Hal qilin, lekin krizisdan hal qilinishi krizisdan bekor qilinganligidan derak bermaydi.
Savdo ministeri muhim söhbettin keyin mundaq ko'rsatdi. Amerika Jungo savdo urushi qilmaydi emas. Amerika Jungo o'tirib savdo urushi bo'lmaydi emas. Balki vaqtliq savdo urushi qilmaydi. Jungoning vakili Liu He suhbatdan keyin mundaq ko'rsatdi. Savdo urushi qilmaslik huquqi Amerikaning qo'lida. Demak, urush qilman desa Amerika qiladi, savdo urushini qilmayman desa Amerika qilmaydi. Bu huquq Amerikaning qo'lida. Savdo urushidan iborat bu Damokles xanjiri Jungoning beshig'i sangilitib qo'yildi. Jungo doiralari yana yiligarlik qiladigan bo'lsa, sangiltib qo'yilgan Damokles xanjiri Jungoning beshig'i tushdi. Biz Damokles xanjiri to'g'risida bu Yunonistonda qachonda o'tira asrdimi? Bir qatim sizlarga leksiya so'zliginim esimdimi? Shuni esinglarga olsanglar bo'ldi. Damokles xanjiri shular bir podshohning, bir vazirning beshig'i sangiltib qo'ygan xanjar ekan. O qandaqdir bir işte adabsizlik yoki yo'lsizlik qildigan bo'lsa, xanjarni yeyishib yetadigan o beshga kelib tushdi ekan degandek bir leksiya so'zliginim esimda. Hozir mayat misol qilib, hozir Damokles xanjiri Jungoning beshiga sangiltib qo'yildi. Agar Jungo yenigarlik qildiganlar bo'lsa, Damokles xanjiri Jungoning beshiga tushdi dedi. Demak, bu ish iqtisodiy munosabatdagi ajizlik payda aldı, ziyan tartdı. İki tarafta Amerika ziyan tartdı, Jungo payda aldı deb bo'lib atgan gap so'zlarga qartilgan. Endi kelaylik bir mavzu. Prezident Trump bilan Kim Jong Un suhbatida Jungo olvosining qiladigan ishni qildi dedi. Prezident Trump.